Assalomu alaykum. O'zbekiston bo'yicha 7 kunlik ob-havo prognozini ko'rib chiqamiz. Viloyatlar bo'yicha kesimida qanaqa ob-havo kuzatilyapti? Surxondaryo viloyati hafta davomida asosan iliq va bulutli. Harorat kunduzlari +15, +20 gradus atrofida. Yog'ingarchilik bo'ladi, lekin kam. Qashqadaryo viloyati havo qisman bulutli, ayrim kunlari yomg'ir ehtimoli bor. Harorat +14 va +19 gradus atrofida bo'ladi. Shamol tezligi o'rtacha. Samarqand hafta davomida bulutli va ochiq kunlar almashadi. Harorat +13 va +19 gradus atrofida bo'ladi. Jizzax ob-havo barqaror, yomg'ir ehtimoli past. Kunduzgi harorat +12, +17 gradus. Sirdaryo viloyati ba'zi kunlari yomg'ir kuzatilishi mumkin. Harorat +11, +16 gradus. Xorazm viloyati havo bulutli, shamol bo'lishi mumkin. Harorat +10 va +15 gradus. Navoiy viloyati hafta davomida ochiq va iliq ob-havo. Harorat +14 va +19 gradus. Namangan viloyati bulutli, kunlar ko'p. Ayrim hududlarda yomg'ir, harorat +10 va +16 gradus. Farg'ona viloyati ob-havo o'zgaruvchan, yomg'ir ehtimoli bor. Harorat +11 va +17 gradus. Andijon viloyati hafta davomida bulutli va nam ob-havo. Harorat +10 va +16 gradus atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston salqinroq hudud. Harorat +8 va +14 gradus atrofida bo'lishi mumkin. Toshkent hafta davomida bulutli. Haftaning ayrim kunlarida yomg'ir yog'adi. Harorat +11 va +17 gradus bo'lishi mumkin. Mana shunday do'stlar. Bu O'zbekiston bo'yicha 7 kunlik ob-havo prognozi edi. Videoni yoqtirsangiz, like, obuna bo'ling va fikringizni yozib qoldiring.